Endi bir duoya xayr qilaylik. Ya Rob, gunohkor qo'limizni ko'tarib, seni ismlaringni yod olib, senga zikr qilib so'raymiz. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ahad, ya Samad, ya Qahhar, ya Razzaq, ya Mannan, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Karim, ya Aziz, ya Ghani, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalal wal Ikram, ya Rabbil Alamin. Sen yuborgan dinni qabul qildik. Amantu billahi kama huwa bi asmaihi va sifatihi va qabultu jami'a ahkamihi va arkanihi ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil karim. Ya Rab, gunohkor qo'limizni ko'tarib sendan umidvor bo'lib so'raymiz. Sen va'da qilding. Qaysiki bir farzand ota-onasini haqqiga mendan duo qilib so'rasa, men bu bandamning duosini qaytarishidan uyalaman deding. Ya Rob, bizi ota-onamiz bor edi. Bizi bu quvonchli kunlarimizni ko'rmasdan bu foniydan abadiyga o'tib ketdi. Qilayotgan duolarimiz, kelgan ziyoratlarimizni hisobidan ularning qabrini keng qilgin. Muhosabalarni oson qilgin. Jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirgin. Ya Rab, bizi ham yoshimiz ulg'ayib qoldi. O'g'il, qiz, nevara chevarlarimizni ko'rki xonadonda nasihatgo'yi bo'lib, uzoqda ularning rohatini ko'rib duogo'yi bo'lib turishimizni nasib ro'zi aylagin. Ya Rab, gunohlarimiz bor, kattasi bor, kichigi bor, maxfiysi bor, oshkorasi bor, avvalgisi bor, oxirgisi bor. Barchasiga tavba qildik. La ilaha illalloh, nastag'firulloh, nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar. Astaghfirullahal azim va atubu ilayh. Allohumma inni affan. Ya Rob, sendan so'raymiz, gunohimizni kechirgin. Ya Robbil Alamin, duolar ijobat bo'ladigan makonda kelib so'raymiz. Allohumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Zal Jalal wal Ikram. Barchamizni kechida kunza bo'ladigan arodiy va samoviy balolardan, jinni shaytonning vasvasasidan, yomonlar sehr jodu makri hilalaridan, bevaqt o'limdan, quruq tuhmatdan o'zing saqlagin. Ketar vaqtimizda iymon nuri bilan dunyodan qaytishni nasib qil. Ey Allohim, o'g'il qizlarimiz ichida uylaymiz deganlarimiz bor. Ularni o'zlariga mos, o'zlariga xos juftini nasib qil. Ularga baxt saodat bergin. Vujudidan dunyo keladigan farzandlarni bekamni ko'z ochiqchasiz solih o'g'il qizlarni inom etgin. Ya Rob, farzand talablar bor. Ularga o'zing xazinangdan solih o'g'il qizlarni inom etgin. Ey Alloh, qarzdorlar bor, ularga najot bergin, isloh qilgin. Ya Rob, bemorlar bor, kulli karamdan shifoyi komil bergin. Ya Robbil Alamin, tashvishi bolalar bor, hojatdan ravon mushkullarni oson qilgin. Tashvishlarni o'zing ko'targin, yuzlarini yorug' so'zlarni o'tkir qilgin. Ey Allohim, biz orqamizdan ergashib qolgan aka, uka, opa, singil, o'g'il, qiz, nevara, mahalla-ko'y, yori birodarlarimiz bor. Ularni ham qudumini Arafotga yetkazgin, zuyufur rahman qilgin. Biz ko'rgan, biz bilgan, biz e'tiqod qilgan, biz ibodat qilgan makonlarga ularga ham rizqini qo'shgin, Parvardigor. Ya Rab, o'zimiz bilimli bo'lolmadik, Qur'on yodlolmadik, dinni o'rganolmadik. Endi bizni farzandlarimizdan qorilar chiqargin, qoriyalar chiqargin, olimlar chiqargin, orqamizda haqimizga tilovat qilib duo qiladigan farzandlar chiqargin, ey Parvardigor. Ya Rab, senni ham so'raymiz. Gunohkor qo'limizni ko'tarmiz. Bizni rizq darvozamizni kengaytirib qo'ygin. Bergan ne'matlarning shukrini qilganimizda seni va'dang bor. Ne'matga shukr qilsanglar, uni ziyoda qilaman deding. Alhamdulillahi robbil alamin, alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah ala kulli ne'mat. Senga hamd aytamiz, shukr qilamiz, rizqimizni o'zing ziyoda qil. Ya Rab, qalbimizda o'tib turgan narsani o'zing bilib turibsan. Tilimizda aytolmayapmiz, dilimizda o'tib turibdi, sen hammasidan xabardorsan. Shu so'raganlarimiz bizga bergin, ya Rob. O'zing otamiz Odam alayhisalom, onamiz Havo, Ibrohim alayhisalom, payg'ambarimiz alayhisalomni bir qancha halillari, habiblaringni duolarini qabul qilding-ku, ya Rob. Bizni ham duoyimizni qabul qilgin, Parvardigor. Muborak haj mavsumida
Arafat'ta turuşumuzu hammamizga nasip qil. Ey Allohim, sendan so'raymiz. Sendan yolvorib so'raymiz. Sen qodir va g'olibsan. Qalbimizni, vujudimizni, yuzi ko'zimizni kalomiy nuri bilan nurlantirgin. O'zingga, rasulingga, kalomingga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilgin. Ey Allah, yurtimizga qaytar ekanmiz, onadan tug'ilgan hojilar, hoji onalar bo'lib qaytishimizni nasib qilgin. Ya Rab, yana takror senga mehmon bo'lishimizni hammamizga nasib qil. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. La ilaha illalloh nastaghfirullah nas'aluka al-jannata va na'udhu bika minan nar. Hamma ishimizga seni vakil qildik, senga omonat qildik. Hasbinallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla, ni'man nasir. Hasbiyallohu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Rab, ya Rab, içimizni bilib turibsan, ko'zimizga yosh kelib turibdi. Xuddi ona bola onasidan non so'ragandek sendan yig'lab so'raymiz. Onalar bolalarga mehr qildi, non berdi-yu. Sen ham bizni rizqimizni bergin, umrimizni ziyoda qilgin, ibodatimizni qabul qilgin. Yana shu joylarga qadamimizni bardavom qilgin ya Rob. Allohumma va la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allohumma salli ta'ala ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.